Bu 2016-yılı Cungo'daki en çok bay sahibi Wang Jianlin. Bu bolsa 2026-yıldaki Wang Jianlin. Resimden görülüşü boludu bu 10 yılda Wang Jianlin ve Wenda'nın günü onca oңuшлuk bolmadı. Gerçi 8 yılda 200 milyar yuan ziyan tartkan bolsa mı Wang Jianlin'i Cungo öymülük kesbedeki mağlubiyetçi deyişki bolmaydı. 2016-yılı Wang Jianlin 215 milyar yuan bilen Cungo'daki en çok bay şerpiga erişken. 2025-yılga kelganda 200 milliard pulni so'rib o'tib, hatto asosli mulki bo'lgan Dalian Vanda savdo boshqarish shirkatining kontrollik huquqidan ayrildi. Yana 3 yilda 80 dan ortiq Vanda savdo maydonini setib o'tdi. Butun Jungoga tarqalgan Vanda kinoxonasimi Ruyi kinoxonasiga almashdi. Wang Jianlinning 30 yillik Vanda hayoti qanday qilib buncha palach olg'a tushib qoldi? Buni 1989-yildan boshlab so'zlaylik. Şu yılı 35 yaşlık Wang Jianlin nəhayət rahat əməldarlıq tömür tavğını taşlab, qarız degenge patangıç patqan, taqılıb qalaylı deb qalğan Şigang rayonluq turalğı quruluş şirketini qo'liga oldi. Bu şirket şu zamanda 1 milyon 290 ming yuanlik g'oyat zo'r qarzga patqan. Hatto qo'lida pul topalaydigan biror savdo turimi yo'q edi. Boshqalar yaqin kelishga petin olmaydigan mushundaq patqaqqa Wang Jianlin o'zini oldi. Chunki u koni turalğı o'zgartish siyosatining hidini purab bo'lgan edi. Şu vaqtda Dalianda koni kapi uylarni o'zgartirish turi qaror qilingan. Bu turni hech qaysi uy-mulk shirkatlari qabul qila olmagan. Sababi cheqish tanarxi haddidan ziyoda yuqori. Foyda nisbati yo'q deyarlik. Shu savdogarlarmi bu turni qapqara ziyon deb qaragan edi. Lekin Wang Jianlin buni fursat deb bildi. Bundaq Japonimi ham ziyonnimi tang tortadigan turda boshqalar bo'lsa aniqlab material va selinmani qisib ziyonni eng tuvanchaga tushirdi. Lekin Wang Jianlin dal bunun ta'tirchi ish qildi. Ya'ni birinchidan chiqib ko'chirganlarga bozor bahosidan 30% yuqori chiqish ko'chirish puli berdi. Ikkinchidan odatdagi turalg'i planini o'stirib, Daliandagi tunji oliy darajadagi turalg'i qilib qurib chiqdi. Uchinchidan turalg'i uy bahosini atrofdagi turalg'ilardan 50% yuqori bahoga bekitdi. Oqibatda uylarni setib, chang chiqaribdi. Mushu bir turdinla 10 million yuan pul topdi. Bilishimiz kerakki, 90-yildagi 10 million degan qandoq pul? Boshqa har qanday bir odamning qo'li bundoq ko'p pul ko'rsa, balkim o'zini qo'yg'ili yer topolmay o'ynab chetishi mumkin. Lekin Wang Jianlin bundoq qilmadi. U bu pul bilan teg'imi cho'ng qimarning kirish biletini oldi. Vandadan boshqa uy-mulk shirkatlari avval qurilishni bitirib, ondan sotgan. Wang Jianlin buni ta'tirchi ish qildi. Ya'ni avval Walmart, Kentucky, Starbucks qatorliq cho'ng markalar bilan kelishim tuzib, bularni qapoq ko'rsatib, barang pulini jiqqan. Bu amal bozordan o't chiqaribdi. Demasimi hamma odamning Kentucky va Starbucksning yenidan do'kon ochqish keladi. Do'kon bitkisi saqlab tursa albatta qaroytichaqliq. Wang Jianlin kishilarning bu ojizligini tutib, do'kon, uy deganni setib, pas chiqaribdi. Setib bo'lgandan keyin qurilish qilishmi osonga tushdi. Lekin qarasak, bumi bir qimar. Agar cho'ng markalarni keladi deb kelmay qolsa-chi, lekin Wang Jianlin har qitim deganni qila oladi. 2003-yili Changchundagi tunji Vanda savdo maydoni tijorat boshlab, 1 yildala salgan dasmoya qaytib keldi. Keyingi Vanda savdo maydonlari xuddi o'g'it salgan bug'doydek orqa-orqadan bas-basti qurilib, 0 dan 500 kengaydi. Shundaqla har bir shaharda eng qaynoq savdo markazi bo'lib qoldi. Tumanlagan xalqni ishga o'rinlashtirdi. Yerlik hukumatlarni o'chirib turib, Vandani taklif qildi. Yer berdi, siyosat berdi, qarzni oymay berdi. Bu vaqtdagi Vanda ko'kdagi eng egiz uchayotgan shunqar edi. Vandaning shoni shavkati butun mamlakatga pur ketdi. Bu vaqtda Wang Jianlin ko'zini mamlakatning sirtiga, chet ellarga tikdi. Sixiylik bilan 2 milliard 600 million dollar xarjlab, Amerika AMC'dan kinoni bevosita qo'yish huquqini setib oldi. 1 milliard fond sterling xarjlab, Londonga 6 yulduzlik mehmonsaroy soldi. Chicago, Los Angeles, Sydney, Paris qatorliq dunyoviy shaharlarda Vandaning gullari echirishga boshladi. Chet elda solgan mablag'i 250 milliard ketdi. Lekin Wang Jianlin asl tafovutining uy-mulk, bank qarzdan kelganligi esidan ko'tarilib qoldi. Asli Vandani yerlik yer berib, bank pul berib, xalq uy ilib shakllangan oltin uchburchak to'xtamay taraqqiy topqizgan. Yer bahosi davomli o'ssa, bank to'xtamay qarz taqatsa, ondan Vanda davomli ucha oladi. Bularning qaysi biridan chatoq chiqsa, Vandaning qanoti shu hamon sunudi. 2017-yili bu kun yana yetib keldi. 6-oyda bankning nazorati jiddiy holda Vandaning chegara halqagan mablag' yig'ish xavfini, setib olish qarzini, chegara ichida kepil bo'lib, chegara sirtiga qarz berish ahvolini qattiq tekshirdi. Vandaning bozor qiymati bir kechada necha 10 milliard keyniga chekindi. Amaliyotda uy-mulk siyosati burilishi buningga oldin bishorat bergan. Ya'ni 2016-yil oxirida
davlatimiz pul muomala xavf-xatardan saqlanish, qarg'ularcha chegara sirtiga mablag' solishni to'sish qatorliq siyosatlarni chiqargan. Wang Jianlin bu vaqtda davomli to'g'ri tikkan. U bu qitimli siyosat undaq boldir kelmaydi deb tikkan. Natijada ig'ir xatolashdi. Chet eldagi 250 milliard selinma mablag'ning hammasi degudek davlat ichida yig'ilgan mablag'. Siyosat davlat ichidagi mablag'ni davlat ichida quluplab qo'ydi. Buning bilan Vandaning qanoti qattiq bo'g'ildi. 2017-yil 7-oyning 19-kuni Wang Jianlin hayotidagi eng ichinishli to'xtamni o'tkazdi. 13 madaniyat sayohat turini 43 milyard 844 milyonga Rongchuan'ga sattı. 77 mehmonxonani 19 milyard 906 milyon yuanga Fuliga sattı. Jami 63 milyard 750 milyon yuan. Bu Vandaning futbolini uzib etganga barobar. Aytishlarga qaraganda suhbat atigan soat 9dan yarim kecha soat 2gacha davomlashgan. Fuli shirkati vakili Li Silian qasdan baho tushirib mehmonxonalarni 33 milyard 500 milyon yuandan 19 milyard 900 milyon yuanga tushirgan. Wang Jianlin oxiri buni qabul qilgan. Bu albatta qimorning badali. Yansa Vanda texmi egiz uchudu. Yengilsa hatto gap qilish huquqim qolmaydi. Lekin texmi cho'ng o'rak Vandani kutib turadi. 2018-yili Wang Jianlin Zhuhai Vanda savdo boshqarish shirkatini bozorga chiqarish uchun mablag' solg'uvchilar bilan texmi saranlachi bir kelishim tuzdi. 2023-yilgacha shirkat bozorga chiqarilmasa 38 milliard yuanlik pay chekini qaytarib berish va 8% yillik o'simi to'lash majburiyatini ustiga oldi. Natijada 4 qitimliq fursatning hammasidan mag'lub bo'ldi. 2025-yili Zhuhai Vanda savdo boshqarish shirkatining Shangang aksiya bozoriga chiqish plani yana mag'lub bo'ldi. Bu qitim kelishim shartlari rostli ijro qilindi. Wang Jianlin pay kontroli huquqidan ayrildi. Taiming va Zhongshin 60 milliard yuan mablag' selib, asosli pay chegini elib ketdi. Qarz to'shkini yamash uchun Vanda 2023-yildan boshlab Vanda savdo maydonlarini saranlatib satdi. Ya'ni 3 yilda 80 dan ortiq savdo maydonini satdi. 2025-yili bir qitimda 48 Vanda savdo maydonini top satdi. Ammo Wang Jianlinning erkakdek tarafi bor. O'xshashli o'yinlik kasbida ig'ir mag'lub bo'lgan Zhongchuan'ning qurg'uvchisi Sun Hongbin ikkilanmayli 10 trillion yuan qarz bilan vayron bo'lganligini e'lon qildi. Shujayin sonsizligan puhrani balog'i tiqib, oxiri turmaga tashlandi. Faqat bu Sichuanlik qattiq qo'l odam Wang Jianlin butunlay futurib bo'lgan holatdami, bisotini setib bo'lsa-mu qarz qaytardi. 2017-yildan 2025-yilgacha u jami 250 milliard yuandan ortiq mulk sotdi. Qarzni inkor qilmadi, qechib ketmadi. Xalqni oldimi? 2025-yilda Hurum baylar tizimligida u 10 milliard yuanlik boyligi bilan 718-o'rinda turdi. Garchi 8 yil ilgirki birinchi baydan 200 milliard yuandan ortiq boylik kemayib 718-o'ringa tushib qolgan bo'lsa-mu, o'xshash davrdagi tizimlikda qolgan boshqa boylarga selishtirganda uni yanada Jungu uy mulk tulkining oxirgi g'alaba qozong'uvchisi deyishga bo'ladi.